eng ko'p nima sotilyapti Index avtomotorsda? O'shani ham ochiqlab Labo avtomobili, Damas avtomobiliga juda ham talab katta. Juda ham talab katta. Hozir iloji boricha biz shu cho'zmasdan mijozlarimizga xudo xolisa kuttirmasdan tezroq chiqarib berishga harakat qilyapmiz. Hozircha mijozlarimizning hammasi xursand. oylik to'lovi 22 oyga 2 190 ming so'mdan to'lab borishingiz kerak bo'ladi bankka. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar, hurmatli aziz mijozlarimiz, avtomobil sevarlar. Ko'ryapsizlar mana O'zbekistonimiz, osmonimiz musaffo, havolarimiz toza. Mashinga sa'y harakat qilayotgan, shuni orqasidan yugurib yurgan hamma rahbariyatlarimiz bormi? Ishlayotgan insonlar. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bundan tashqari mana bizning yo'nalishda tirikchilik qilayotgan, oldi sotdi, kredit, salon, pachoq bo'lgan mashinalarni tuzatib sotayotganlar, hammanglarning ishinglarning rivojini bersin. Alloh barakasini bersin. Bittanglar minusga kirmanglar iloyim. Biz faqat Allohdan sizlar uchun yaxshilik so'raymiz. Konkurent degan gap bizda yo'q bu narsa. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lsin deb niyat qilamiz. Boshqa qilib, bu anaqa bu tarbiyalarning deb qo'yib haligilarni qo'yibdi-da. Fe'li ikkitamish. Ularning zakoni bor-ku, men arkashmasman debdi. Sherik kerak deb o'tirsa, men sharpa ko'rindi, sharpa. Qarasa sinfdoshi. Rosa oladigan ekan u. Voy zo'r bo'pti, quy, o'rtoq quy. Quyvorga iltimos tezroq qo'y desa, "Ha, bo'pti, hozir quyaman, namchi tiling chiqarding" desa, bu til emas, jigardirmish. Ejara ichib urgandan jigar chiqib ketdi. Tarbiyalaydi. Xo'p, okajon, avvalo tabriklaymiz, tenglardan shamol o'tsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim shuni rozi bo'lib, hisob-kitob qilib, hamma tomonlama o'ylab yaratgandan bizni ertaga xudo xolisa shu mashinadan qutulgunizcha, hali sariyodek tekis silla o'tib ketsin deymiz. Bilmay ham qoling tugab qolganini. Qancha qoldi degan gaplar bo'lmasin, xudo xolisa shuni niyat qilamiz. O'zingizni fikringiz, bizani shu nima deydi, Index Automotors haqida qanaqa sharoitlar yaratib berishdi, sifat qanaqa bizda, bolalar qanaqa muomala qilishdi, nima kamchiliklar ayniqsa do'st bo'lib keting, etib keting. Kamchiliklar yo'q. Xudoga shukr, mana keldik. Ularning muomalasi juda ajoyib. Ilohim omadlarini bersin, ilohim. Alloh rozi bo'lsin. Boringizga shukr. Rahmat. 1 soatda 5 soatda bo'lmadimi aka? Yo'q. Aytilgan vaqtda bo'lyapti hammasi. Bo'lyapti mana xudo xolasa. Ertalab keldik, mana bityapti xudo xolasa. Asr bo'lgan yo'q hali vaqt. Bityaptilar. Haligi haydovchilarda bitta gap bor, mana shu mashinani olib baraka topdim deydi. Buyursin degan gaplar bor. Menda bo'lgan shunaqa mashinalar olib ichida haligi 30 ta korobka kafillar tashiganimdan hech narsa qilmagan va 8 so'mga olib 15 so'mga sotganman o'sha. Rosa haydab ishlatgan mashinam. Alloh baraka bersin. Mashinalarni tas bo'lsin sizga ham aka. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Davom bo'lsin akajon. Sog' bo'lsin, rahmat. Kreditchilarni endi ukalarimni yaxshi bolalar ekan, duo qilib qo'yasiz endi. Ukalarimizni ham omadini bersin. Belki yaxshi niyatlar qilishgan bo'lsa, niyatlarga yetishib musharraf aylasin. Xalqqa naf tegadigan yigitlar ekan mana, naflar tekyapti. Ishlarni bardavom qilsin. Bizda adashtirmasin. Amin. Allohu akbar. Bugun 24-dekabr 2025-yil. Holatiga ko'ra avtosalonda mavjud, nalichida tayyor mashinalar haqida gaplashamiz. Hozir avtosalonda mavjud, nalichida tayyor Labo van tayyor, nalichida tayyor. Ertalab kelasizlar, kechqurun haydab ketasizlar. Tracker Onyxlarning har bir pozitsiyasi rangida oq desanglar oq, qora desanglar qora rangini qilib beramiz. Hozir ko'pchilik bizning ofisimizga tashrif buyurayotgan ayrim mijozlar ko'pchilikni tashkil qilayotgan Labo va van xarid qilishyapti. Labo va van haqida biz sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Laboni 50% ni to'laganlarga, ya'ni rassrochka bo'ladi. 0% bilan boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida 51 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 22 oyga 2 190 ming so'mdan to'lab borishingiz kerak bo'ladi bankka. Kredit variantini aytib o'tamiz. Hammada ham 50% pul yo'q. Eng kam bosh to'lov 23 500 ming so'm olib kelsanglar, sug'urta hamma xarajatlari ichida oylik to'lovi 3 yilga 36 oy davomida bankka 2 690 ming so'mdan to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu kredit bo'ladi. 36 oy davomida 2 690 ming so'mdan to'lab borishingiz kerak bo'ladi.
Assalomu alaykum Alaykum akajonim. assalom. Index Avtomotors kredit bizani dargohimizga xush kelibsiz. Xursand bo'ldik. Qanaqa mashina xarid qildingiz siz? Biz Labo avtomobilini xarid qildik. Labo. 50% рассрочкаga 50% to'ladik. Qolgan 50%ni 0% nima bilan Mashinani tan narxini o'zini to'lasangiz O'zini bo'ldi. bo'ldi. Ustida hech Boshqa qanaqa hech ustama, qanaqa yo'q. protsent yo'q. Aldamamizmi? Yo'q, hammasi rost. Mana keldik, Namangandan keldik. Boringlarga shukr. Vodiy tinchmi? Rahmat. Afsonalar vodiysi gullayaptimi? Hozir yaxshi. Boringlarga shukr akajonim. Bayram shukuhi hamma. Ha, rahmat ilohim. Mana bayram ustiga bayram. Yaxshilikka xizmat qilsang, endi Laboni bilamiz, xizmatidan foydalanasizlar. Yaxshi. Barakasini bersin aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Anaqa to'lov masalalari, kredit masalalari, Hech mana qanaqa bank qiyinchilik xodimlari bo'lmadi. qanaqa? Qiyinchilik bo'lmadi. Hammalar yugurib yurib xizmat qilishdi. Hammasi shu yerda, ko'rdingiz. Hammasi shu yerda. Mana bank, mana kredit, mana mashina, hamma narsa bor. ana ko'cha. Choy, kofe, hamma narsa O'ngga burilsangiz pereval. Keraval. U yog'i uy. Bu yog'i ham qulay. Boringizga shukr aka. Do'stlarni o'ziga yoqib qolsa qutulgandan keyin yana kevering aka. Xudo xohlasa bundan buyog'iga biz shunaqa niyat bilan ochganmiz. Iloji boricha biza kamroq topsak ham sizlarga yengillik bo'ladi. Xudo xohlasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshilikka xizmat qilsin aka. Rahmat kattakon. Men davom ettiryapmiz. Banchadan qatnadim men ham. Yo yaxshi, ko'z tegmasin, o'tkazib oldi. Yaxshi. Sog'lik yaxshi, eng kerakligi. Qalay bo'lyapti? Jizayotgani bormi? O'sha ijoni ko'rib, kelyapsiz, ko'z kuzatib boramiz. Sizlar mashinani jizillatinglar, biz narxini jizillatib beramiz. Xursand qilib, xudo xolisa. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Assalomu alaykum. Salom. Qayerdan tashrif buyurdingiz? Surxondaryo. Surxondaryo viloyatidan. Qayerdan? Boysun. Oo! Cho'poncha. Zo'rini o'sha yerda qiladi aka. Nima xarid qildingiz bizdan? Qaysi mashina? Labo. Labo. Labo rasmlar. Ha, ilohim. Ilohim. Ertalab kelgandik. Nasib xudo xolasa mana ishimiz bitib qoldi. Necha Kechgacha soatda qilib beramiz deb aytildi sizga aka? ertalab masalan soat 10larda kelsalaring kechgacha olib ketasizlar deyilgan. Xudo xolasa. Xudo xolasa kechgacha olib ketamiz. Bitib qoldimi? Mana ko'zingiz bilan ko'ryapsiz. Xudo xolasa bitib qoldi. Banklarga yugurganingiz yo'q. Hammasiga rahmat. Bank xodimlari hammasi shu yerda xizmat qilyapti. Indeksda endi shunaqa bir shart-sharoitlar yaratildiki, hamma narsa shu yerda. Bozori eng yaxshi tomoni ham shu. GAI ham shu yerda, notarius ham shu yerda, bank ham shu yerda, Rahmat. biz ham shu yerda. Puli shu yerdamiz qilib? Shu yerda. Ha, bo'ldi. Shu yerda lekin bergim kelmayapti demadingiz. O'sha 50% ni to'ladingizmi Ha, hozir? 50 Foizsiz o'sha Ha. tannarxini to'lab ketadigan qilib, xudo xolasa. Aka, yaxshilikka xizmat qilsin. Nasib. Chunki xizmat qiladigan mashina olyapsiz. Hozirgi kunda juda ham talab juda kuchli bo'lib ketdi. Biz sizga va'da beramiz, xudo xolasa o'sha etilgan paytda mashinani xudo xolasa haydab ketasiz. Nasib. Xudoyim qo'llar avvalo bor xudo. Qolaversa, xudo xolasa niyat qilib yaxshi duo qilib turing, bizlarni ham duolaringizni eslab turing, bo'ldi shu aka. Duogo'ylarga salom aytasiz. Sog' bo'lsin ilohim. Ko'p yillarga shu ota-ona hayot bo'lsalar, shularning duolarini olish baxtiga muyassar bo'lib yuring. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Tabriklayman. Sog' bo'ling ilohim. Hurmatli bizani qadrdon aziz, biz uchun juda ham bir qadrli bo'lgan aziz mijozlarimiz. Biz YouTube kanal ochishga ham qaror qildik. Ochdik ham. U yerda bir qo'limizdan kelgancha shu avtomobillar to'g'risida qiziq kontentlar, intervyular, sizlarni qiziqtiradigan ma'lumotlar bor. Shu YouTube kanalimizga ham bir tashrif buyurib ko'rsanglar bo'ladi. Manzilimiz o'sha Toshkent Index Avtomotors. 3.0 blokida joylashgan Dilshod aka. YouTube kanalida har doim biza birlamchi avtokredit qo'yamiz, ya'ni Damas, Labo, Tracker, Onyx tani qo'yib boryapmiz. Bizada yurgan mashinalar ham bo'ladi qadrli yurtdoshda. Ko'pchilikda endi 30%, 50% puli bo'lmasligi mumkin. Bizada ya'ni xalq tili bilan, mashinachilar tili bilan aytganda bu mashinalarni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Va undan tashqari shu gaplarimiz rostmi, yolg'onmi, shuni ko'zinglar bilan ko'rginglar kelayotgan bo'lsa, mashinaga o'tirasizlar, telefonda navigator yoqasizlar va Toshkent Index Avtomotors Y3 mana yozib qo'yibdi. Y3 yozsanglar, blok.
aynan biz turgan joyga sizlarni olib keldim. Hop, Dilshod aka ko'pchilikdan intervyu oldingiz-ku. Ha. Eng ko'p nima sotilyapti Index Avtomotorsda? O'shani ham ochiqlab Labo avtomobili Damas avtomobiliga juda ham talab talab katta. katta. Juda ham talab katta. Hozir Iloji boricha biz shu cho'zmasdan mijozlarimizga xudo xolisa kuttirmasdan tezroq chiqarib berishga harakat qilyapmiz. Hozircha mijozlarimizning hammasi xursand. Labo, van mashinalari nalichida hozircha tayyor. Ularning ham soni chegaralangan. Agar kim niyat qilgan bo'lsa, Labo, van, Tracker, Onyx niyat qilgan bo'lsa, mana shu videoni tagida telefon raqamlar turibdi. Telegram raqami bor. O'sha Telegramdan pasportinglarni tashlasanglar, bu yerda bank xodimi sizlarga xizmat ko'rsatadi. Sizlarni pasportinglar o'tgandan keyin xohlasanglar Labo, xohlasanglar van olganinglarda uni bron qilib, hamma narsani taxt qilib, sizlarni viloyatdan chaqiramiz. O'shaning uchun pasportinglarni tekshirmasdan kelmanglar o'rtoqlar. Ko'pchilik Surxondaryo, Qashqadaryodan ham kelishyapti-da, pasportigida mib chiqib qoladi, yoki nimadir bo'lib qolib, uyga qaytib ketishyapti. O'shani maslahat beramizki, pasportigini tekshirib, bizda işte Telegram raqamlar bor. Pasportigini tekshirishsa, biz toza deganimizdan keyin, bu yerdan biza Labo olsa Labo, Onyx olsa Onyxni bron qilib, hamma narsani tayyor qilib, ularga aloqaga chiqamiz. Bemalol kelishadi. Ertalab kelishadi, kechqurun haydab ketishadi bizda. Nima bu bolalar faqat Laboni maqtayapti deb hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan mana shu Labo to'g'risida sizlarga hech qanaqani foiz, moyiz ustiga qo'yilgan unaqa pullari yo'q, faqatgina tan narxini to'latadigan variantlari bor. Kelsanglar tushuntirib beramiz xullas. Kelinglar bo'ldi. Hammanglarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar.